Bu videoda biz Putin haqida emas, balki uning xavfsizligiga javob beradigan shaxslar haqida faktlarni ko'rib chiqamiz. 25 yildan beri davlat boshida turgan Vladimir Putin tashqi va ichki dushmanlarini soni bo'yicha dunyodagi eng yuqori o'rinlarda turadigan shaxslardan biri. Pandemiya paytida u o'z rezidensiyasida o'zini to'liq izolyatsiya qildi. Uning harakatlanishi qayerda ekanligi davlat siri. Oilasi esa yillar davomida begonalar ko'zidan butunlay berkitib kelindi. Bu darajadagi xavfsizlikni maxsus guruh ta'minlaydi. Shu guruhning eng mashhur va eng yopiq shaxslaridan biri Nikita Belinskiy. U Putinning soyasi deb ataladi va doimiy hamrohi hisoblanadi. Belinskiy va uning hamkasblari haqida ochiq manbalarda deyarli gapirilmaydi. Masalan, Nikita Belinskiy Moskvada emas, chet viloyatlarda kamtarona uyda qarindoshlari bilan o'rtacha sharoitda yashaydi. Bu ular uchun boylik emas, davlatga sodiqlik muhim ekanligini belgisi. Va bu guruhning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Prezident safarlarida vaziyatdan kelib chiqib kortejni rejalashtirish, osmonda harbiy vertolyotlar bilan qo'riqlash, bronyepoyezdlar harakatini ta'mirlash va xorijiy tashriflarda harbiy samolyotlar hamrohligini tashkil etish. Bundan tashqari prezident ovqatlanishi xavfsizligini nazorat qilish, dam olish paytida ham xizmatda bo'lish va eng muhimi to'liq sadoqat bilan uning hayotini asrash. Millionlab odamlar uning o'limini istagan davrda ham Rossiya prezidenti o'z jonini aynan shu guruhga ishonib topshirdi.